siz shunda muhim tadqiqotlar bilan to'liq oldirash ekansiz. Shundaqdimi to'r orqali nurg'unlagan Uyg'ur yoshlarining sizni so'ragan savollarga astoydillik bilan javob berib kelyapsiz yoki suhbat bo'lyapsiz. Siz bu jihatda vaqtingizni qanday o'rlashtirdingiz? Sizning xizmat va yoki turmushingiz ta'sir bo'lmadimi? Endi azroq to'salg'i bo'ldi. To'salg'i bo'ldi. Amangulmi bak obdan qo'llatdi meni. Nurg'un ayolimi, nurg'un juftlarimni ko'tarib degandek. Endi odatda endi birsi bosh yaqindagi o'quvchilarni bo'lsalar meni ko'p so'radi. Men birinchidan tortib o'zimniki o'rganish yaxshi boshqalarga yordam qilish işte bir odat bo'lib qoldi ekan. Savol so'raganlar obdan tushuntirib yordam qilardim. Kichigimdan tortib bu odat izchil turib davomlashdi. Yana birisi meniki shu bugungi kunga kelishimda endi mening tatmagan jafoim oz qolmadi. Shu dunyoda bor jafolarniki hamsi tatib baqqan. Uni uqmaganlar shu asal kelib qolganda hozir ham desam uni bir necha minutlik so'zlab bo'ldi. Lekin amaliyotda işte hamma ishlarni kirib baqqan biz ishvatimiz vaqtlarda ishga chiqib maktab boshqarib ketdi. Turmushimda qiyinchilik, qirg'izib o'tkazgan ishlarimiz vardı. Keyin dehqon bo'ldik, ishchi bo'ldik. Men patichi bo'ldim bir mazgil. Ashta qilib keyin o'qituvchi bo'lib deganda masalan nurg'un jarayonni besib o'tdim endi. Ashta boshqa mushtaq egiz faslni ko'rishganda odam tajriba bo'lib ketadi ekan nurg'un ishlarda. Hozir endi yoshlarniki nurg'un so'rgan savollari men uchun javob tepish uncha tez emas, ularni 5 o'tgan bo'lg'achqa. Endi mening o'ylaydiganim inson uchun boshqalarniki taqdirda yoki boshqalarning ahvolida biroz o'zgarish paydo qilsa, u odamga nihoyat zo'r xo'shalik akildi. Bu xo'shalik akilishniki manbasi pek ko'p. Ba'zanlar televizor ko'rib qo'shildi, ba'zanlar kino ko'rib, ba'zanlar qizlar gilim qilib undan kiyinadi deganda. Boshqa qo'shildi endi. Menga ham shu bir xo'shalik akilgan bir ish, endi boshqalarga yordam qilib, shu ahvolda azroq o'zgarish paydo qila olsam, men nihoyat xo'shaldim undan. Boshqa boshqa shu o'zim odat qilib kelyapman. Men hozir idorada kuniga 9 soat ishlayman. Bizning idora o'tgan yildan boshlab har kuni 9 soat ishlab, ish haftada bir qatim juma kuni dam olgan qilayotgandi. Endi shanba kuni chuqur dam olamiz. Ish haftada bir qatim juma kuni dam olamiz, 3 kun dam olish bo'ldi. Kuniga 9 soat ishlab. Ashta qilamiz, ashta xizmatga 9 soat ketadi. Tush tomoq 1 soat tomoq yeymiz. Men 1 soat tomoq vaqtidimi har kun tomoqni akitib, shu o'zim ustilda yaplamkin email, ashkaga xatlarga javob berib, ashta qilaman. Andikin yo'l 2 soat ketadi. Bizning idora bizning uydan 45 kilometrda shiroqlikda. Şuna işqi bağaçıq 1 saat ketadi, kayışıq 1 saat ketadi mashinada. Shundaqda 12 saat tugadi deganga. 12 saat tugadi shu kashda uyga kelib tamoq yeb, ozod chiniqimiz endi mongimiz biz. Yarım saat men tushaqda yarım saat mangaman, kashaqda yarım saat mangaman. Unda kelib o'tirib, shu kompyuterni ochib, quchog'im qo'yib olib, ashta kelgan xatlarga javob yozaman. Yerkitaman bilim telkida bo'libman. Ashta vaqtlarda shu safada o'tirib lamkin ashta qilaman. Ama yazdıgan derslerden köpünce maç demeşgüler bitler şuna kitapta da yakın. Eğer AKK'dan çıkarım desem aşında kandı. Andi başta olsun mu üzerime zirkişlik ya başka iş kamayman bazı ağrıman ki zirkişlik kamayman demiş kalırsanız şu ballar aşınız arkalık nurgun ballardaki ahvalda özgüç buatıdı. Kim bana xat yazdı ola. Burmandaqda mazmanda oldum. Da başta şunun dışında hoşup getemen. Andikin her yıl Avrupaga neçe bal çıkıpatıdı, Amerikaga kipatıdı. Ular kep bolğandan keyin bana xat yazdı. Erkekka siz bugün bana yordam qilgandingiz. Men chetga chiqib boldim deb. Shunda hoşup getemen, xuddi o'zim chiqqandek hoşup getemen. Ayni vaqtda endi biz Yaponiyaga chiqqan chog'da bakta sotlab ketgandi. Undan burun biz 85-yilda Yaponiyaga chiqdik birinchi turkumda. Undan burun chetga chiqish degan narsani biz tasavvur qila olmaydik. Shunda cho'ng orzuyimiz bor ama tasavvur qila olmaydik. Shunga o qatim bu ish oldi. Men shu chetga chiqqandan keyin barbara üsüp nazik darajaga keldim endi. Oshpallog'imi ashta bir fursat chiqsin. Bo'lsa, o'sha hamma odamlar o'zining iqtidorini eng yuqori darajada joriy qildiradigan bir fursat bo'lsa degan ashta bir niyatda endi o'zim qo'limni kelishini qilay deb shu tirishib kelyapman endi. Abi ziyorat qilishning oldidan boshqalarning bir gapini anglab qoldim. Bular odatda savolni sizdan shunchalik tez so'raydi ekan. So'rsam, siz shunchalik oldirashtiribmi, shunchalik tez javob qaytarib ekansiz. Ansam ular shunda suyunib ketibdi. Rahmat. Endi shu imkon bor burunlik o'z shu kuni uzillam bo'lmasa, o'zim prinsip qo'ygani imkon bor 3 kun ichida javob beraydi deb boshqa prinsip qo'ygan endi. Shu ko'pincha 3 kun ichida javob beryapman.
Endi bazı yaşlar keta çıkış iltimos qilayotgan yoshlar kichik savollarni orqadan so'raverib boshqa qilib qisman tushuntirib qo'yib ularga muhkam mana narsalarni ba'zi narsalarni qilib bersangiz deydi masalan jadalni to'ldirib bersangiz maktabga mo'ndirib bersangiz deb so'rayotganlarchi unda qilsa endi uni qilishga mening faqat qudratim yetmaydi boshqa vaqt tushuntirib mana qilolmayman yurtni bir inglizchani bildigan birisini deb boshqa qildiring mana fikirlar xatlar ko'p ağaçlarımın vaxtım yetmeydi deb qo'yib ba'zilarga oxiri to'xtatgan vaqtlarim bor lekin ko'pincha vaqtlarda bunday emas hammaga javob berib imkon bor 3 kun ichida javob beray deb shunga tirishib qilyapman endi Balkim sizning xabaringiz bor bo'lishi mumkin. Yaqinda Uyg'ur ziyolilari ko'p taraflama tirishchanlik ko'rsatib, har yili 5-oyning 5-kuni Uyg'ur do'pi madaniyati bayrami o'tkazish loyihasini o'tirib qo'yib, munosabatli o'rinlarning muayyanlashtirishiga erishdi. Siz bunday turdagi faoliyatning Uyg'ur madaniy mavjudligidagi roliga qanday qaraysiz? Mushaqda bir to'xtalib o'tamsiz. Bu pek muhim. Salqin turdoshni ko'rdim, ko'rib shunda xush bo'ldim. Xush bo'lib shu uchirni mening torbetimni chiqarib qo'ydim. Ma'rifat torbetiga biratida qo'yib qo'ydim. Va xush bo'ldim. Nimishqilsiz bu pek muhim. Shu dunyodagi shu ilg'or millatlar, Fransiya, Italiya, Yaponiya, mushlar qarab boqadigan bo'lsanglar, ular o'ziniki an'anaviy narsalarni intayin ayaydi. Intayin ayaydi. Kon binalarni faqat chaqmaydi, kon kitoblarni faqat yo'qotmaydi. Kon Avrupa odatlarini kiyimlarini faqat yo'qotmaydi, faqat atvalaydi. Yaponiyada maxsus qo'daydi. Men o'tgan yil Fransiyaga berib keldim. Fransiyaning Parijga bordim. Parijniki ikki shahar bor ekan, birisi Kon shahar, birisi Yangi shahar. Kon shahar qadimgi shaharda eng yangi binolarimiz necha yuz yildan burungi binolar. Endi ular hozirman taraqqiyotni qilib qolmayli binokorlikda deb yangidan bir yer ajratib, butun yangi shaharni shu yerda qurish boshlatdi. Yangi binolarni. Lekin koni binolarning orasiga hech qanday yangi qurilish aralashtirmabdi. Aslida boshqa siz Parijniki kon tarafiga borsangiz, shu necha asrdan burungi bir davlatga borgandek his qildi ekansiz. Shunga bak ko'ngil bo'ldi. Shunga bu bizniki demakchi, shu bir millat o'ziniki shu qadr-qiymatini, madaniyatini, ama shu o'ziga tabiiy bir qismatlarni saqlashda bu o'zining shu Yevropaning saqlash bek muhim. Bek muhim. Shunga bu do'pi bayrami, do'pi madaniyat bayrami shuna rol o'ynaydi. Ashta qilishninki bir qismi deb o'ylayman, bek yaxshi bo'ldi, bek xush bo'ldim. Parijda Konishar va Yangi shaharga borildingiz. Unda shu Konishar osaratiy qusida saqlanib qolib yoki u yerda kishilar yashamdi. Yashaydi. Unda ham ishlab binolar, lekin shaharniki tusi o'zgarib ketmasin deb ular hech qanday yangi bino salmabdi u yerga. Yangi bino salmay, yangidan qurishga ketganlarga emasga bir joyni bekitib turib, yangidan bir shahar quribdi u yerga. Shunga qarsan shunda piyada borar ekansiz, ikkisini oraliqli yaqin ekan. Lekin bitta ayrim yerda ko'rinalik ayrilib turdi-da, ikkisini yangi qo'ygan. To'g'ri. Ondaki ularga bir ishchigi bor, shu Parijdagi belgili kinolarda kurslar mashina kelib asli turadigan Kon shaharda kon ishik, yangi shaharda yangi ishik bor. Yani ikkisi qarorlik ikkisida bu narsani qilganmizda. Asosan Erkin Siddiq aka, oxirida sizni so'rab baqsam, sizning Uyg'ur yoshlarimizga deydigan qanday yurak so'zlaringiz bor? Anglab boqqanmisak. Bo'ldi. Shu mendan yaqinda ko'p savollar so'raldi, shu men ko'rishgan o'quvchilardan siz qanday uylangansiz, qanday qilgan deb. Ularga o'zimniki bir necha hozirga qadar endi qanday qilib hozirga bir darajaga keldim degan narsani tushuntirib qo'ydim. Endi men o kichigimda aytdim bu ishlarning hammasini nazariy darajasiga ko'tarib turib o'ylab bunday qilgan emas. Endi dastlabda o'zimningki bir shu taqdirini o'zgartay, iqtisodiyatda deb endi bizning oilamiz shunday bir qiyinchilik oilada kichik vaqtimizda dadam kadrda o'g'an bilan dadam yolg'iz ishlab biz 6 bola 6-8 odam dadam qulluq qarashliq boshqa boshqa nayt jafoda o'tgan kichik vaqtimizda shu chog'larmkin zodi men bir obdan o'qib tadbirini o'zgartay dedigan dastlabki menda shakllangan anshuti maktabga amroqdim maktabga amroq keyin bir 5-6 sinfga chiqib ancha ish qilagan harso'ridak bo'lgan vaqtlarimda dadam ba'zi chog'da unaklashpa diye maktabga bormaydi deb boshladi deydi desa men ma'qul deb dadam o'qitmay tilga chiqib somkamni tiqib qo'yib bir yerga andiga tilga chiqqan bo'lsam somkamni maktabga qishib ketdim tashkil tayyorladim ba'zi joyda maktabga amroqdim menda keyincha bundaq arzu bu nishon intihom kengaydi to'g'ri o'ta maktab chiqqandan keyin 3 narsani o'zimga nishon qilgan shu chog'da birisi shu dunyoda bor o'qishdan hamma o'qay deydigan o'zim o'qishbek amroq endi ashta bu boshqa o'shada ashta o'ylagandim keyin qarsam shu
Dünyada birildiğin ünvanı hemisi alayı da oyladı ki ben. Bir adam o bilimle hemisi gün doğru olmayken endi. Bak üyensin şu bir sahada doktor aşkışı okuyduğun yapken ben onu kıldım endi. İkincisi şu bir baxtli aile quraydı degan. Şu birisi, üçüncüsü iqtisodiyotda o'zimniki taqdirini o'zgartay. Biz aile taqdirini o'zgartay degan üç narsani nishon qilgan endi. Hozir uchinchisi yetdim. Endi buningda hozir desam bu nurg'un yoshlarga oddiy anglandi bu. Endi shu darajaga kirish uchun to'lagan bedel bek ko'p menda. Men asosan yosh vaqtimda Başı yaşlar bahman bulduğun nurg'un ishlardan bahman bo'lmaganza. Biz ham shunday bir yo'lni tanlaganda, ashlarning hammasini voz kechib, ashu maktabga o'qishga berilib, ashlar qilib hozir kun keldim. Meniki yoshlarda degan gapim, bunda ikki narsaniga odatlansa deb umid qilaman. Uning birisi odam har bir kuni nurg'un ishlarni qildi. Nurg'un ishlarni qildi, uning ichida xizmat bor, uy tomoshi bor, boshqa ishlar bor. Men endi yoshlardan har bir ish qilgan chog'da maoshdan men shuni nima qiymati bor deb so'rab baqsa deyman. Ash mening odatim. Ben her gün kıldıqaşlarını tizilip, onunki qasının qiymet qanchalik deb o'ylab baqaman. Ba'zi ishlarning qiymat olmasa, butlay tashlab ketaman, qilmayman uni uchun. Unday qilish sabab bir odam qolgan odamlardan yaxshiroq bir natijaga erishay demoqchi bo'lsa, chuqur bular qaraganda yaxshiroq bir tirishish kerak. Unda boshqa yo'l yo'q. Lekin u odamniki zehni kuchi, vaqti cheklik bo'ldi. Ashta bo'lgandan keyin tanlashni muvofiq qilish kerak. Agar kun qildiqaşlarning tanlashni muvofiq qilish kerak. Agar uni yo'lda tanlayolmasa, adam ilgilenmeydi, keyin muvaffaqiyat qozonolmaydi endi. Shunga men odatlangan ashlarda. Har bir ishni mashina men uchun qiymati bor deb. Ba'zi ishlarni boshqa o'ylayman, ko'nglimda qiymati yo'q desa, shu vaqtda voz kechib 100% qiymati boshqa o'tkayman o'zimni. Bu birisi. Ikkinchisi, men shu oliy maktabga chiqqandan tortib endi har kun kech uxlashdan burun bugun qancha narsa o'rgandim deb o'zimdan so'rab baqaman. Qancha narsa o'rgandim deb. Agar biror kuni o'rganmagan bo'lsam, shunda ko'nglim yermib ketadi. Yerime gidip ya bu maaşım bu muydu, ertelerini biraz tırışmışsam olmaydı dep oylayman. Şuna ben bu her bir yaşlardan işte adetleniştiğine ümit kılıman. İşte kılganda bana da bir okuyucu telefon kılıp sordu. Sonra erkekka ben de bek tırışıp okuyma adette. Bazı şeyler şunda tırışıp okuyalayman, bazı şeyler tırışıp okuyamayman. Zirkip kalıp dedi, erip kalman, zirkip kalman. Sizin için kadar kılgandaydı. Yani adamın ki öğrenişteki kızgınlık, bu ruhi damlık bir xil bo'lavermaydi. Mening bir xil bo'lmaydi. Meniki bo'lki bazı gün yerib qoldigan, kalaman chishmasib qoldigan kunlarim bor. Endi o'sha vaqtda bir ishni qilib yerib qolsam endi, bir ishni qilib men o'zim muhim deb o'ylab qilib yerib qolsam mashina. Endi yana bir ish bor. Men ancha muhim emas, ammo shunda qiyin kelib ketgan ishda burun bizdan cheklab qo'ygan ish. Bek qiyin bor, ammo menda muhim bo'lmaganligi uchun an to'xtab qo'ygan ishda endi. Shuni mashina qilib yerib ketgan vaqtimda aniq qilolman. U vaqt baribir sirab bo'lgan bo'lganligini deb aniq qilmanda, ashta qo'ygandan keyin endi vaqtimni aytib to'liq paydalayman endi. Ashta qilib kelyapman. Shuna mendan o'rganish usullarini so'ragan yoshlarni ko'p endi. Bu narsalarni bir universal bir usul, yaxshi usul degan narsa yo'q. Buna nasim yo'q, bu menimiz adabga bog'liq. Endi meniki bir yana bir alayligim endi. Men bak ko'p tajriba qilaman. Hamma ish tajriba qilaman. Biraz o'rganish qilsam, o'rganish usuli, boshqa narsalar hamma tajriba qilib, nechta o'zim o'ylagan narsani hamma sinab qilib, shunchalik eng yaxshisini tanlab, shuni paylaşishga boshlayman endi. Shu o'rganishim shunday shakllangan. Shunga yoshlarga nisbatan endi o'rganish usuli, ba'zi odamlar akşamisi kecha uxlamay o'rganish qilib, shuni yaxshi ko'radi, kunduz uxlab. Ba'zilar o'tirib o'rganishni yaxshi ko'radi, ba'zilar o'tirib, ba'zilar endi o'xshamaydi. Buni har bir odam menga xos usul eng muvofiq deb tajriba qilib endi shu orqali bir eng yaxshi usulni topgan yaxshi. Shunga bunda bir qanday bir sirliq bir yaxshi usul bo'lishi deb o'ylab qolmas kerak. Buni o'ziga yaklash kerak. Endi men dastlabki ikki narsa baxmayman. Bu ikkisi, uchinchisi endi bir nishonni tiklagan ekan, uningga zaten men degandek chuqur bir qismini voz kechib, nishon yetaman deb qattiq tirishish kerak. Endi uni boshqa yo'l yo'q. Agar qattiq tirishmay qilsa, u nurg'un ishlar biz meyadanda degandeklar oson emas, ham qiziqarli emas. Masalanga til o'rganish qiziqarli ish emas u. Shunda zerikishlik ishchi u. O til chiqargan nurg'un boshqa qo'shal qilgan odam qo'shal qilgan ishlar bor. Shunga bir qism odamlar vaqt chiqarib o'rganmayman deb qo'ydi, u vaqtni mangu chiqara olmaydi. Til o'rganishga vaqt topsam o'rganmayman emas, chuqur vaqt chiqarib o'rganish kerak endi. Chuqur shu zerikkasin o'rganish kerak. Ashta qilmasa undan bir natija qozonga olmaydi. Qala o'rganishlar ham shunday. Shunga mening deydiganim endi bir nishonni tiklab, odatdagidek har
Her gün israf qilmay, kaç vaqti men bugun nima yegandim deb so'rab, har bir ishni qilganchada buni nima qiymati bor deb so'rab, ashta qilmanish kerak. Ana yana bir narsa, meniki mana shu o'rta maktabdagi va oliy maktabdagi yoshlarga deydigan gapim, mana biologiya sohasida biologiya bilimi bo'yicha aytgan chaqda odam 120 yil yashashga programlangan. Odam tug'ilgan chaqda asli yashash yili 120 yil endi. Endi agar hamma ishni o'z joyida qilib yashasa 120 yil yashaydi degan gap. Hozir dunyoda 110 yoshga kirgan bir necha odamlar bor. Mening bilishimcha. Shunaqa endi kam deganda hozirgi davrda bir odam 80 yosh yashayoladi. Endi o'rta maktabning bolalari, oliy maktabning bolalari uchun aytgan chaqda ularning oldida yana 55 yillik yashash davri bor endi. Endi shu 55 yilni yaxshi o'tkazish uchun chuqur o'rta maktab va oliy maktabdagi 10 yilni jafo qilish kerak. Tirish kerak, uni isrof qilmaslik kerak. Bugun mush gapni bir yosh qildim, men bir oram qarashgan bir yosh qildi. Shunday bu bak muhim. Ma 10 yillik vaqt ichida bir qism narsani qurbon qilib, keyingi 55 yilda yashashay degan bu hisobni obdan qilish kerak. Unda qilmaydi ekan, agar mush 10 yilni yaxshi o'tkazmaydi ekan, keyingi 55 yilni yaxshi o'tkazilib bo'lmaydi. Shunga men har bir Uyg'ur yoshlardan mush bir huquqni esli chin saqlasa deb umid qilaman. Nejat Yulduzi badiiy suratxonasi 1.500.000 yuan mablag' sarf qurilgan bo'lib, umumiy ko'lami 400 kvadrat metr. Navbatdan bu o'rindan to'yliq surat, badiiy surat, bolalar suratlari, oila albomi, savoldoshlar yig'ilishi, maktab bitirish marosimlari, tug'ilgan kun, Eid bayram xotira kunlarini suratga tortish qatorliq mulozimat turlari yo'l qo'yilgan. Nejat Yulduzi badiiy suratxonasining ichi nihoyat o'zgacha va ko'rkam bezalgan. Bo'libmi ayrim bezalgan bolalar suratxonasi, milliycha alohidlikka ega rasmga tushish o'rni, oila rasmi tushish o'rni qatorliqlar intayin chiroyli va o'zgacha qilib loyihalangan. Bu suratxonani bugünkidek qiyofatda ishga kirishtirish uchun xeyli zo'r tayyorlik xizmatlar ishlangan bo'lib, bu o'rinning qurilishi avtonom rayonimizga nisbatan milliycha alohidlikka ega mushu sohadagi bo'shliqni to'ldirgan deyishga bo'ladi. O'riqlaymiki deymi? Tamoqni azaytaymikin? Ziyonliq. O'riqlatish to'g'risi yemikin ya? Bo'lmasmikin? Tabiiy ham bexatar o'riqlaydigan chora topsam bo'ladi. Bilemsiz, meviyatmi o'riqlig'ili bo'ladi. Furqan Zilva o'riqlatish mevisi ko'k aynolardan ishlangan tabiiy mahsulot bo'lib, sizning sog'lom va tez o'riqlashingizdagi eng yaxshi tanlashingizdir. Furqan Zilva o'riqlatish mevisi badandagi mayni serib qo'saqni kichiklatib, qavziyatni ravolashtirib, sog'lom va tez o'riqlatadi. Furqan Biopantexnik cheklov shirkati. Amatnisida o'tgan hamda fursatlar nurg'onatdan qiyin test qo'lga keldi hamda. Unda holatda biz jamiyatimizda bunday qaraydigan bo'lsa, men o'zim kuzatishchi hamda. Mening nurg'on ashtaq ilg'or fikrlik bir savdoshlarim bor hamda. Ular nurg'on qiyinchiliklar duch kelyapti deganda, andiki masalan ko'pinchalarni kichigin tortib bir o'qish oxirgacha bir o'qib baqsam degan irodasi bor hamda. Ular nurg'on oila sharoitda ham jamiyat fursati qiyin bo'lgan ekan, masalan bir o'qish bitgan keyin ba'zi darajaga borgan chaqda bir yaxshi xizmat fursati andikin yani davomlashib o'qib arzuyim bo'lsa baqayim degan ekan, andikin ota-onalarningki nurg'un tavsiyasi mushtarasida gangrashida o'tkazib bo'lgan misol nurg'un do'stlarim bor endi. O'zim misol gangrashlarni boshdan kechirib o'tib baqqan endi. Hozir yana hozir davrda endi Yevropa, Amerikalar pantexnik olg'a o'tib ketdi. Nurg'un kishilar eng yaxshisini egallaydi degan shu berish arz tug'iladi endi. Siz shunday yoshlarga chetga chiqish nisbatan qiyinchilik nisbatan ota-onalarga nisbatan jumladan ama şu doğru sizinki bir göz karşınızda anlap beqish xayolim bor endi. Men yaqinqi bir 2 yil ichida to'rbatlarda shu ota-onasini deb o'zini yurtiga ketib, hozir qattiq pushaymon qilgan yozmalarni ko'rdim. Endi bu shunga abataman degandek kasbning keshi biroz bog'lanib qoldi. Uyg'urlarniki an'anaviy bo'yicha qaraganda bir bolaniki o'ziniki bolasini obdan beqish majburiyatimi bor, o'zining ota-onasini beqish majburiyatimi bor. Endi ma g'arblarda unday emas. G'arblarda har birdan o'zining bolasini yaxshi beqish majburiyati va ota-onalarga uncha qarab ketmaydi. Qaraydiganlarmi bor, lekin Uyg'urlarga hech bo'lmaydi. Menimcha Uyg'urlarniki shu bolaning ota-onasini beqish ma bir tarafini esil an'ana deb qarashga bo'ladi. Shunday bo'lsa-mu endi
tanlash masalasi kelgan chog'da ota-onalar o'ynab boqsa bo'ladi. Chet ellarniki ko'z qarashi bo'yicha bir ota-ona o'zining bolasini nihoyat obdan boqsa, nurg'un qurbon berib, bu ota-onaning tanlashi u. O'zi işte razı tanlagan aşı yo'lni. Men balamdan baqay, men o'zimime balam biray, o'zim kelmay balamni biray deb ota-ona shuni tanlaganda, uniga balaning majburlagan bo'lishini atayin. Ko'pincha ahvolda. Ana shular boshqa oxirda endi men sana anchalar bergandim, endi sen men qirganda men qishib qaytib kelib meni boqqay deb ana turvasa, ma o aql jihatdan bo'lib ilmilik to'stirgan joyda muvofiq bo'lmaydi. Amerikaning nuqtasi bo'lgan joyda. Endi Ağabey çatal çıkış gibi mezmunumuz şu, ma yurt kayıtı bekliş mezmunumuz şu, ende şu yurtu kayıt kitip, az atanlar ende yaşınıp ya ki tüyep kitip boğan iken, balla şunun da katı naraz olan aşağı insanı köydüm. Şuna bu ma ağabey diyen gepli okşaş neyse, şukum balığı talaş okudu biriş gerek. Talaş okudu biriş gerek. Eğer balla insaflık çoğuğan bolsa, çeteli olsun mu, anda tanışka kolu ikisi çıkaraydı. Ağrıp da tipine sokkasa doktorga apırıp kılaması mümkün. Lekin başka yol bilen atanızını bir kışka, yardımlaşka onu tirişidi Uygur'un ki prezentleri endi. Şuna ben sana aynı vakısını baqqalığım için sen qaytib beni baqqan degan ma'u mag'arblarning nuqtasidan chiqargan joyda to'g'ri narsa emas. Shunga bolaga chuqur bu jihatga bo'libmi ömürlük kasb, ömürlük hayot yo'li buni qanday tanlash masalasini bolaga bergan yaxshi. Bo'lmasa bola bir ömür baxtsiz o'tib qolgan ahvol bor. Buni men qilib ko'rdim torbattirda. Endi nurg'un chetay chiqish orzu qilgan o'quvchilarga nisbatan bu chetay chiqish fursatimi intayin qiyin albatta to'g'ri kelyapti hamda. Masalan, bir qism bolalarga nisbatan o'zining kasbiga intayin qiziqishida ingliz tilini lekin chetay chiqqandan keyin uningga nisbatan ma'lum bir xil azroq o'zgarishlar bo'lib qoldigan o'xshamagan usullarga o'xshamaroq holatda masalan shunga nisbatan hamda sinov cho'g'anda oldi bilan misha tayyorlikni butun tahlilib aşağı chiqib o'zining kasbini qiziqish daomlashtiradigan tahlilib chiqishga urinish kerakmi yoki bo'lmasa ma'lum fursatda kelgan fursatni chin tutib chiqib olgandan keyin u yerdami xil imkoniyatlar ya'ni aslida o'zining orzusiga tushliq o'zini tushirib oladiganga imkoniyatlar xil keng bo'lishi mumkinmi endi chetga chiqish masalasida bir qism yoshlar uchun hamma shartni to'liq hozirlab andan chetga chiqish imkoniyati yo'q ekan. Başta bu başqa chetga chiqib bo'lgandan keyin bir qism shartlarni to'liqlab andan davomli o'qish imkoniyati bormi degan savol mazmuni. Menimcha bunga ikki taraf qaratilgan. Bunun birisi iqtisod. Birisi iqtisod, yana birisi chet eldagi maktablarga kirish shartini hozirlash masalasi. Masalan, Amerikaga bormoqchi bo'lsa, aspirant o'qimoqchi bo'lsa, TOEFL imtihoni degan bir imtihon bor, ingliz tilini olgan. Ondan keyin GRE degan yana bir imtihon bor. Bu shu aspirantlik qilish o'qishlardan olgan imtihon. Ama onun şart toşumuz qanday qilish kerak. İkincisi, alatlab qolgan pulning hammasi bo'lmasa qanday qilish kerak degan masala. Endi pul masalasiga kelsak, bular viza berdigan chog'da pulni qattiq talab qilib turib oldi. Chunki masalan, Yevropalarga bormoqchi bo'lsa, odatda birinchi yiliga $7,000 yoki $10,000 pul baliq to'g'riliq bir bankadan isbot opamiz olmaydi. Endi shu isbotni olib, shuncha pullar chiqayotgan Uyg'urlar bor, boshqa millatlar bor. Onun hamısını tapamayı durup, şuna ispatını təyərləb elib, azraq pullan verib ayağa. Aya bağğan iken bir tarafdan işləb, bir tarafdan oqub alaq ketkenlərmi var. Bu cəhətdə Avropadakı fürsət yaxşıraq ekan. Avropada oquvchilar biraz sırt işləb durub, pul tepib, özünü cənnə beqib, mağadağan fürsətlər var ekan. Amerikada biraz təsiraq. Amerikada oquvchilarniki məktəbdən sırt işləşə yol qoymaydı. Məktəbdən işləşə yol qoydu, lakin yol qoymaydı. Onu işləyəndə bu bir haftasiga 20 soatga 20 kun ish qo'ydi. 20 kun ishlagan pul bilan turmush pulini bitta qamlab ketish biroz tez endi. Ashta bu boshqa endi belgili iqtisod bo'lmasa bo'lmaydi. Eng yaxshi usul yana shu iltimos qilgan maktablarning shartlarini to'liq hozirlab, bo'lsa o'qish mukofoti bilan berishga tirishgan eng yaxshi. Hozir Amerikaga har yili Jungodan bir 60-70 ming o'quvchilar beryapti. Onunki tangdan tulisi o'zi shaxsiy pul bilan berayotganlar. Shaxsiy pul bilan degan taqdirdami o'qish mukofoti bilan berayotganlar ko'p. Endi Amerikaga, shu Yevropa Amerikaga o'qishga berish uchun mundaq 5 shart hozirlash kerak. Birisi o'qish natijasi, misaldagi to'liq kurs o'qigan vaqtdagi o'qish natijasi. Ikkinchisi diplom, uchinchisi TOEFL imtihoni, to'rtinchisi GRE imtihoni, beshinchisi iqtisod. Bu 5 narsani talab qildi. 5 narsani talab qildi. Endi agar o'qish mukofotiga erishganlar uchun iqtisod degan narsa mavjud emas endi. Agar shu natijasi yaxshi bo'lsa, diplomni oldida nurg'un bolalar o'qish natijasi yaxshi bo'lsa,
TOEFL jariy imtihonlarni undan nettince ala alsa, o'qish mukofotilar o'qiy oladi. Bo'lmama, asosligi tabiiy fandikilar. Tabiiy fan injener kasbidikilar. Şuna aşağı 60-70 ming adamın içinde azı çıkvatqa Uygurlar 4-5 adam çıkvatı yılığa. Amerika'da sanı bek az. Sanı bek az ende bolsa bizim yaşlarımız şu yolunu düşünüp ende bu atanlar kiçik vaxtından balağa bu meselesini düşündürüp bakırak tirişqa. Şu TOEFL uqbağıçılık TOEFL jariyden toluq layaqat boğul buldu. Mesela çıkvatqalıqlar köp endi. Uygulama qalalaydı bunu. Şu baldırak tayyor qilishga başlap vaqtini zayiq etmez gerek. Ben de bilgan bir yaş bilan paralaştım. O deydi men şu almetadni bitirib bo'lib, anikin 1 yil bir maxsus şu TOEFL imtihonini tayyor qilgan kurslarda o'qib, tayyor qilib inglizcha ushaq o'rganib chiqsam chiqalam deb shunday deydi. Bu tilni qisqa vaqtda o'rganib olmaydi. Sababi nima desa, odam bir kun ichida tutib olgan so'zniki cheki bor. O sözde bunu eşkesi tutmak olamaydı. Aslında başka bunu uzun müddet yığış gerek. Adette İngiliz dilini de puxtu için 2-3 yıl vakit gidiyordu. Şuna bunu baldırak başlığa yaxşı. Ahırda ben bir qat öğreniplam ütük gitmeden de bunu oynamas gerek. Buna qıqıl olmaydı. Gramatikini öğrengen oldu. Lekin o nemini sözlükni yığıp olamaydı. Şuna çukum 2-3 yıl vakit ajırtıp baldırak başlayıp qilish gerek bunu. Ben Yahudini bek düşünüp kettim. Hazır üzerindeki hizmetdaşlarımın 4-5 Yahudi var, Yahudi dostum var. Ularla köp qaranışı menden de. Ular için balığı kitap okutuş, balığını bilim sahasında başkalardan köp yukarı terbiyeleş, şunda qatıq ənəni olub ketken olağı. Miniki yakın ütüdüğün bir birleşilen septeşim var. Onun üye bizim idarıga bir 5 kilometre kildiğin bir ağırlıqtı. Yakında o üyni bizniki ben turatkan şehirge kep geldi. 50 kilometre jiraklıqda. Nemiş qılda qıldığın desem, ben turatkan şehirdeki mektepten sal süpütüp gitip bardı o. Senin o şehrindeki mektep pek yakışık geldi. Balısını, mektepten sal süpütüp gitti. Yaşlar mektepke okutum ende. 5 kilometre, idarıga 5 kilometre kıldığın üyni set ötüp 50 kilometreye kep geldi. Bir yıkıdı boğan bir misal endi. Hem de hazırdı başlap, aşbalımı her günü Berkleşikçe 100 kilometre maşinaydım sonmaydı. Lekin balan yaşa metal okutum endi. Mendeki yaş dostlarımın içindimi atanız üçün kembeğal. 2 hizmet, 3 hizmet işler jürüp, balasını al metalda okutup, aşı doktor ünvanı ağaç okutuqallar pek köp olan iki. İslam kızlar nazır Yahudini ki İsrail'de 5 milyon ahalisi var, Amerika'da 6 milyon ahalisi var. Lekin dünyanın xil soravatı da bular. Şunca kuşluk. İsrail'deki nüfusunun 4'ten 1 kısmı injiner olan iki. Aştaqda injener şunlar kuşlanıp ketdi. Şundan Amerika'da mı Hollywood'ni hazır asasen Hollywood'daki bütün kino stüdyoları Yahudilarning qo'lida. Aniki banka aşağının qo'lida. Chiqib bular dünyadaki nahayati qiyin ishni qilishga qodir ekan. Aşta bo'lib qilishi albatta men degandek balni shuna qat tarbiyalash uchun. Ben bunu yazmalarımı yazdım. Hazır kadar Yahudilarniki bir usta oynab naqsh etib yurganini ko'rib baxmadim. Ularni jilishim berib baxdim men. Jilishib berib baxdim, lekin unda qism yo'q onun ichida. Unda qism yo'q. Endi Uyg'ur millatining bu san'at madaniyati bu bak isli narsa bu. Uyg'urlar nəhayət qiyin ahvaldımı ama şu özündeki san'atini paylanıp nəhayət xoşal yaşayacağın millet. Lekin biraz tamponluq olması olmaydı. Mesela eğer Uygurlar qat götürmən ilim pəndə bu deydiken çuqum bal tərbiyələş əhmət veriş gerek. Hazır bütün təşkilat naqşusul bundan üstü boğalıq üçün kiçik bala çoğun boğatqal çağda kitabı bilinməy naqşusul bilib ketib atqanda Aşta kitap okuş musabaqası yok, bilim sınaş musabaqası yok, usulanaş musabaqası var da. Aşta var ki şu bütün nazar, aşta artist buluş, usulçu buluş, aşta yaşqış qartlık qalğan. Bu nəhayət çoğ tamponsuzluq bir millet üçün bək çoğ tamponsuzluq. Şuna bunu menimcə bu sahada ziyalarniki rolu çoğ. Ziyalı çoğ rol oynayalaydı, obdan tədqiq baxsı oldu. Bizniki mandaq menişimiz özümüz üçün nəhayət faydasız. O naqşusul degan Uyg'ur millati uchun aytganda bizning turmushimizning intayin muhim bir qismi, yaxshi narsa, muhim bir qismi, uni mangu yo'qotmasligimiz kerak, davomlashtirishimiz kerak. Lekin uni bilimi uchun o'rniga dastlab qo'ysak faqat bo'lmaydi. Cho'qim bir tampon qilish kerak bu yerda. Endi agar Uyg'urlar Yahudi qilmaydi desa, cho'qim Yahudida qilish kerak. Bu aniq u. Endi u darajada bo'lmasa-mu endi bu hozirgidan yaxshiroq ilm fanda qad ko'tarib bir o'tirhal yaşamaganda yoki taraqqigan millatlar qatori o'taman deykan, chuqum bolalarga kitob o'qishni odat qilish kerak. Uyda kitob qo'ygan yer bo'lish kerak, kitob qo'ygan ustal bo'lish kerak. Men jiq belay kirdim, bu narsani ko'rib olmaydi Uyg'urlarnikida.
Şuna bu belki mühim narsa endi. Şuna bunu çoxum bundaki məşəqqətdə tədrici ötkəlməsək, biz özümüzdeki bundakı tədbirini özgərtəlməyimiz. Sizning olamshumul mo'l natijalaringiz orqali Uyg'ur xalqiga keltirgan shon sharaflaringizga rahmat aytish, Uyg'ur yoshlariga mayli to'r yoki suhbatlar orqali yo'l ko'rsatib ruhiy madad berganingizga tashakkur bildirish maqsadida Uyg'ur yoshlariga vakolatan to'n kiydirishni loyiq topdik. Buning Furqon shirkatining direktori Mamtumin apandidan taklif qilamiz. Rahmat. Selkin to'r bekitining kichkina sovg'isi bor ekan, ya'ni Uyg'ur do'ppisi. Selkin shirkatining direktori Nurali apandini taklif qilsam. Hörmətli turdashlar, vaqt münasibəti bilan bu son proqramımız müşahidə axırlaşdı. Kelərki son görüşəylik, xeyr xoş.